Assalomu alaykum binandagoni aziz. Дар навор барномаи навбатӣ мавзӯи муҳими рӯз имрӯз мо ба студияи телевизиони Сух сарвари инспексияи андози ноҳия Фарид Турабоевро даъват кардем. Фаридҷон ба студияи телевизиони Сух хуш омадед. Мақсади шуморо ба студияи телевизиони Сух даъват кардан якто чиз ҳаст. Ба худатон маълум аст ки соли ҷорӣ 8 июн қарори президенти Республикаи Ӯзбекистон дар бораи шароити фароҳам овардан ба тадбиркорон, камбағалон, умуман ташкил кардани ҷои кор баромада буд. Имрӯз дар бораи ҳамин қарор фикрҳои шумо. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. O'zbekiston Respublikasining prezidentimizning 2020-yil tadbirkorlar uchun ancha yengillik yaratish uchun, ularga sharoit yaratish uchun bir nechta qaror farmonlari chiqdi. Unga asosan 2020-yil 8-iyunda tadbirkorlik faoliyati va o'zi band qilish davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbir to'g'risidagi PQ 47-42 qarorlari chiqdi. Qarorning asosiy faoliyati birinchidan faoliyat turi oldin bizda 23 ta edi, faoliyat turi 67 taga oshdi. Birinchi maqsadi shu. Ya'ni 67 faoliyat turi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar uchun bu qaror yana o'zini foydasini bermoqchi bo'ldi. Ikkinchi, noqonuniy sektorda ishlayotgan fuqarolar, ya'ni hech qayerda ro'yxatdan o'tmasdan, hech qayerga soliq to'lanmasdan, ular soliq to'lashni xohladilar, lekin soliq ayrim ularga qiyinchilik tug'ayotgani bor, summa katta edi. Davlat xizmatiga kelib ro'yxatdan o'tish ochiriqlarida navbatda turish ham ularga qiyinchilik. O'sha fuqarolarni qonuniy sektorga olib o'tish uchun yengillashtirildi. Ya'ni ularga ham sharoit yaratildi. Uchinchidan ro'yxatdan o'tish soddalashtirildi. Ya'ni bu fuqaro oldin ro'yxatdan tadbirkorlik uchun davlat xizmatiga kelib navbatda turib, kirib, yana qanaqadir boj yig'imlarni turib davlat ro'yxatdan o'tardi. Endi bu qaror bilan fuqaro xohlagan joyda o'zida uyda turadimi, dala hovlisida ishlab turgan paytda hammamizda hozirgi paytda telefon bor. Play Market orqali mobil ilovani yuklab oladi o'ziga. O'sha orqali INN'sini tersa yoki nimasini, o'zini pasport seriyasini tersa, faoliyat turlari chiqadi. Misol uchun u bir uyda shuvoqchilik bilan shug'ullanyapti. Menga u staj kerak. O'sha mobil ilovasini oladi, Play Market orqali mobil ilovani yuklab oladi, INN'sini ilib pasport seriyasini tersa, xohlagan o'sha 67 ta faoliyati bilan shug'ullanib, o'zini ro'yxatdan o'tkazadi bepul. Bunga ham fuqarolarga nima bo'ldi? Sharoit yaratib berildi. Misol mana Farid, ba'zi yoshlarimiz mana devor qurish bilan ovora, shlaka blokchi deymiz, shlaka blok urib chiqadilar. Ba'zilari uylarni ta'mirlaydi, gulchilik, kraska, boshqa bu yoq shular ham azob bo'lishi mumkin. Hozir to'g'ri aytdingiz. Hozir o'sha kimlar shulardan o'tadi faoliyatini ham o'qib beraman. 4-dan fuqarolarga birinchidan staj bo'ldi. U mobil telefon orqali ro'yxatdan o'tdimi, unga 6 oylik staj bo'ladi. U 6 oy ichida davlatga 111 ming to'lovini o'tkazsa bo'ldi. 111 ming to'lovini o'tkazsa, unga 6 oy staj bo'ldi. U xohlasa birdaniga to'lashi mumkin, yoki 6 oyda bo'lib to'lashi mumkin. O'sha 111 ming. Bu endi nima uchun deganda ozgina yana tushuntirib beraman. Hozirgi paytda agar ayol kishi 55 yoshdan pensiyaga chiqadi, erkak kishi 60 yoshdan pensiyaga chiqadi. Agar ularda 7 yillik staji bo'lsa, bo'lmasa, ayol kishi 60 yoshdan chiqadi, erkak kishi 65 dan minimal pensiyaga chiqadi. Ya'ni u minimal pensiyamiz hozirgi paytda 286.390 so'm pensiya oladi. Agar shu tepadagi men aytgan narsalarni qilsa, u 7 yillik stajiga ega bo'lsa, o'sha belgilangan yoshda, ya'ni ayol kishi 55 yoshda, erkak kishi 60 yoshda, ularni pensiyasi yana hozirgi paytda 400 mingga yaqin chiqadi. O'sha 6 oyda 1 yilda 222 ming to'lasa, unga o'sha davlat tomonidan pensiyaga chiqqanda hozirgi paytda 400 mingga yaqin pensiya oladi. Shu maqsadlarda
shu fuqarolar uchun o'zini o'zi band qilish uchun shu qarorni prezidentimiz chiqardilar. Mana misol uyda mashina tuzatadigan hozir yoshlarimiz ruxsat bor. bersangiz, Ha. men qisqa kimlar, Marhamat. kimlar 67 ta turdagi faoliyat kimlar Kiradi shunga kiradini o'qib bersam, Imtiyozlar kimlarga? asosiy joylarni bizning Marhamat, tumanimizda faoliyat borligini aytsam, uyda repetitorlik qilish. Ya'ni uyda bolalarga, kattalarga dars berish. Ikkinchi, bolalarga qarab turish va ularni parvarish qilish. Ya'ni nyanka deymiz ya tarbiyachi deymiz. Uchinchisi, bemorlar hamda doimiy ravishda o'zgarar parvarishga muhtoj keksalarni qarab turish. Uy xo'jaligini yuritish va uy ishlarini bajarish. Tomorqadan foydalanish bo'yicha. Qanaqa ish bo'lsa, xonalarni tozalash, jismoniy shaxslar hududini obodonlashtirish. Uyda jismoniy shaxslarga mebelni ta'minlash ili yig'ish. Bu ham bizning tumanimizda bor. Bor, albatta. Jismoniy shaxslarga murakkab bo'lmagan umumiy qurilish ta'minlash ishlari, beton quyish, bo'yoqchilik, suvoqchilik ishlari, g'isht va kafel terish, duradgorlik, chilangarlik va boshqa umumiy qurilish ishlari. Jismoniy shaxslarga santexnik uskunalarni xizmat ko'rsatish. Jismoniy shaxslarga kvartira ichida shaxsiy qurilish ishlari, uy ichida elektr montaj ishlarini qilish. Dehqon va fuqarolarning tomorqa uchastkalarini yer chopish. Fermer xo'jaliklari egalariga buyurtmasi bo'yicha qishloq xo'jalik ishlarini qilish. Xo'jalik usumlarini va hayvonlarni parvarishlash. Fuqarolarning dala havli va tomorqa uchastkalarini landfasini barpo etish. Qishloq xo'jaligi o'simliklarini ekish va parvarish qilish. Chorva mollarini o'tlash va ularni parvarish qilish. Shuncha imkoniyat. Jismoniy shaxslarga kompyuterlarni ta'minlash va sozlash. Buyurtmachilarning uyida bajaradigan maishiy texnika uskunalarni ta'minlash. Jismoniy shaxslarning shaxsiy avtomobillarini mayda ta'minlash. Ularga g'iloflar va polik qoplamalarni qilish. Chixol polik nimalarni qilish. Jismoniy shaxslarning avtomobillarini yuvish. Avtomobillar kuzovlarini siliqlash. Mexanizatsiya vositalarini qo'llamay uyda bajaradigan yuk ko'tarish, yuk tushirish. Xalq tabobati litsenziyasi bo'lmaganda xususiy shaxslarga bosh xizmatkor va konsert xizmatlari ko'rsatish. Shaxsiy transportdan foydalanib jismoniy shaxslarni tovarlarni yetkazib berish, yuk tashish bundan mustasno. Katta mashinalar bundan mustasno. Bozorlar va savdo kompleksida mayda yuklarni aravaralarda tashish. Ilgari foydalanilgan tovarlarni sotib olish va sotish. Eski buyumlarni sotish. Ilgari velosipedlarni ta'minlash. Yog'och me'morchiligi, bolalar maydonchalari va park zonalarida uchun yog'ochdan yasalgan qurilmalar, haykallar. Rassomchilik, metal ta'minlash ishlari. Uyda popkorn, frezerda muzqaymoq tayyorlash sotish. Dehqon bozorlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini bilan chakana savdo qilish. Gazeta va jurnallar kitob mahsulotlari bilan chakana savdo qilish. Sartaroshlik xizmatlari, manikyur, pedikyur xizmati, kosmetolog xizmatlari va shunga o'xshab boshqa xizmatlar. Uyda kir yuvish va dazmollar xizmatlari. Tikuv muyna, charm va trikotaj buyumlari, bo'sh kiyimlarni tikish. Gazlamalarga naqshlar solish. Ya'ni buni hunarmandchilik xizmatlari. Aholini yakka tartibdagi buyurtmalar bo'yicha poyafzal tikish. Yakka tartibda deraza va eshik pardalarini tikish. Galanteriya buyumlar tayyorlash va ta'minlash, kalit tayyorlash, o'lchov vositalarini tayyorlash va ijaraga berish. Gulchamballar yasash, tusuqlar, haykallar, metallardan yasalgan gulchamballarni tayyorlash, kesuvchi buyumlarni chaqirlash,
akvarium baliqlari, dekorativ qushlarni parvarishlash, musiqa asboblarini ta'minlash va sozlash, video va fotosuratlar xizmatlari, qadoqlash uskunalarini foydalanmagan holda uy sharoitida milliy shirinlik qandalot mahsulotlarini tayyorlash. Ya'ni bunga o'zimizni milliy halvo, parvanda, nisholdo shular kiradi. Salatlar va tuzlamalar tayyorlash va sotish. Uyda qo'yib sotish uchun salqin ichimliklar, ya'ni ayron, guja va boshqa narsalar. Tugaraklar tashkil qilish, gullar va dekorativ daraxtlarni yetishtirish va sotish. Reklama bukletlarini tarqatish, muqovalash ishlari, namoyishlarda kiyimlar modelini namoyish qilish, rasmli jurnallarga reklama filmlari va video kliplarni suratga olish, matnni yaratish va ishlov berish, multimedia dizayn va san'at materialini yaratish va ishlov berish, dasturiy ta'minot, axborot tizimlari, mobil ilovalar va veb-saytlarni ishlab chiqish va texnik qo'llab-quvvatlash, tarjima qilish xizmatlari, onlayn konsultatsiya berish. Shu 67 ta turdagi fuqarolar tepada aytib o'tilgan o'sha xizmatlar orqali xohlagan joyda davlat ro'yxatdan o'tib 6 oy ichida 111 ming to'lasalar, ularga 6 oylik staj bo'ladi. Endi bunda savol paydo bo'lishi mumkin. Faridjon, mana hozir siz bilan bizni qurib turgan o'sha ish bilan, o'zi ish bilan band, mana misol elektrik deymiz, boshqa deymiz, mana uyimda shunday ishlayapman. Kimnidir moshtasini elektrikni ta'minlab bersam, unda pulimni beryapti. Menga nima keragi bor deyish mumkin. Lekin bu kelajakda Xudo nasib etsa, nafaqaga chiqqan paytda ham staj hisoblanadi, ham pensiyalik haligi nima nafaqasini ham berish ko'tariladi. Shuning uchun mana 111 ming 6 oyga agar 1 yillik a'zo bo'laman desa 222 ming to'lansa, uyda bemalol ishlasa, birov borib tekshirmaydi, boshqa bo'lmaydi, mazza qilib kelajakda nafaqaga Xudo yetkazsa, nafaqasini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta, hozirgi Farhod aka, sizni gapingizga qo'shimcha, bizga ham hozirgi paytda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Misol, turmush o'rtog'im pensiyaga chiqyapti. Turmush o'rtog'im pensiya staj yetmayapti. Menga staj qilib bering. Endi hozir to'lansa, yanagi yilgacha men yanagi yil 1 yillik staj qilib beraman unga. Men oldingi yillar uchun unga pul to'lasa, men unga staj qilib bera olmayman. O'sha uchun bu fuqarolarimizni uyda ishsiz yurgan, baribir uyda kimdir hovlisiga qaraydi, kimdir moliga qaraydi, kimdir qanaqadir xizmatlarni qiladi, qanday xizmatlarni qiladi. O'shalar pulini to'lab qo'ysa, xohlagan paytda ular belgilangan vaqtda pensiyaga ham pensiyasi oshadi, ham o'sha 5 yil oldin pensiyaga chiqadi. Endi yana bitta misol hozir mana aytib o'tdim. Dehqon bozorlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish, ya'ni chakana savdo qilish uchun bular ham kirdi. Oldin ular bizga So'x tumanimizda 220 ming ijtimoiy soliq, 50 ming qat'iy soliq to'lardi. Ya'ni ular 270 ming soliq to'lardi bir oyda. Bir oyda u bir oyda 30 kun savdo qiladimi? Bir kun savdo qiladi. 2 kamas torviz sotadimi? Yo 2 kamas sabzi sotadimi? Bir qop sabzi sotadimi? O'sha 270 mingni to'lardi. Endi bular 111 minglab 6 oyda 111 ming to'layapti. Mana yengillik. 6 oyda o'sha fuqaroni o'ziga 1,5 million foyda bo'lyapti. Bitta yo'nalish bo'yicha. Yo muz qaymog'ini aytsak, prezidentga rahmat. Albatta bu prezidentimiz, hukumat rahbarimiz tadbirkorlarga, fuqarolarga yaratilgan sharoit, yaratilgan yengillik deb o'ylayman. Agar yana qanaqadir bunga savol bo'lsa, yana qanaqa qaysi telefonlarga bizda ishonch telefonimiz bor, 24 soat ishlaydigan 46 25 193. O'zimni shaxsiy telefonim ham sektor rahbari, ham soliq rahbari sifatida 99lik 303 19 11 ga kecha-yu kunduz murojaat qilishlari mumkin. Har bitta savol tug'ilganda nimada sektorlarda o'zimizni biriktirgan soliq xodimlari bor. Agar mabodo o'zlarida telefonlari talabga javob bermasa, telefon qilsa, bizni bo'lar borib o'zini telefon orqali ham o'tkazib berishi mumkin, murojaat qilsa.
hozirgi paytda shunaqa ishlarni tashkil qilishimiz mumkin. albatta bu Farid درباره امکانیت‌هایی که با امروزه تدبیرکاران آنهایی که در خانه با این یا آن کارها شغل ورزده لیکن در فکرشون همین چیز است که من در هیچ جا کار نمیکنم پس از سن و سال من با نفقه پنسیون رفته رسیدنش من در من استاج کار نیست میگن البته من امکانیت هستی شرایط است اگر شخصانی که در خانه با مایده من بعضی ها مال پرور هستند لیکن در هیچ جا کار نمیکنن اگر 111,000 سوم 6 ماه با اگر سپرده مونن اگر یک سال به سپرده گوشن اگر 222,000 سوم سپرده چند تا مال دیگر چارواها رو آورده پرورش کرده فروختهشون از این بیش هست به مرا چیکار من بعضی ها در خانه میگن که 4 باره میدوزن 2 باره میگیم ما هنرمندو هستن دیگر کارها من کسمی تولو میگم در خانه من تورت من حتی در من همین چیز رو مشاهده کردم که در دهه روننده من یک نفر دختر همین خیلی تورت تیار میکرده است که آدم در حیرت میموند همون ها در یک سال من همقدر پول رو اگر سپرده من اگر در وقت نفقه برآمدن برای چه همسایه من نفقهش بلند و من کم گفته گریه ناله نمیکنن بنابراین برای در آینده در وقت نفقه برآمدن در دم پیرنده معاش نفقه دلخواه گرفتن اگر اونها همه شما گفته که من امکانیت هایی که پرزنت کردن اگر سپرن با شما اعضاشون اگر در دم پیری البته نفقه خیلی کلان گرفتنشون ممکن است یا که من در بازار اندازه چیکار گفته من امکانیت ممکن یک ماهنده 10 ماشین سبزی میفروشن یا کاشک میسپرن لیکن 111,000 سپرده من اگر این امکانیتی که برای غمخوری برای انسان در این وطن انسان از این 6 ماهنده یک ماهنده 20,000 هم تور نمیاد البته لیکن در پیش در یک ماه 270,000 میسپرن من امکانیت ها اگر همدیران عزیز در شما چه فکر و درخواست باشد من از تلفنی که ما با واسطه اکران شما گذرانده استادیم اگر زنگ زنید باز نافهمی شد با سود تلویزیون سوخ اگر مراجعت کنید در وقت‌های لازمه ما من سرور اینسپکسیون اندوز ناحیه رو با سود تلویزیون سوخ دعوت کرده نسبت فکر و درخواست سوال‌های شما البته جواب‌ها می‌گردونیم تشکر زیاد برای صحبت‌های پرمضمون خوش آمدید رحمت ماه دکبر سال 2019 در مملکت خطای اینفکسیون کرونا ویروس پیدا شد و آن در دام یک ماه قریب که به اکثریت مملکت‌های عالم پهن گشت. بعد 3 ماه یعنی 15 مارس سال جاری در حدود ازبکستان نیز علامت‌های ویروس پیدا شد. مردم به وهمه افتادند. در دکان‌ها آرد و روغن نماند اما حکومت مملکت سوخت را از نظر دور نگذاشت. محصولات‌های آذوقه‌واری را در وقت کرانتین هم منتظم دسترس کرد. پرزیدنت مملکت به خلق مراجعت کرده گفت که اگر ما به سراسیمه نافتیده به این مسئله از روی عقل نگاه کنیم آن را به آسانی پسی سر خواهیم کرد. در حال چاره‌های کرانتین پرزور کرده شدند. آدمان به کوچه نبرآمدند، در کوچه ها بی نقاب نگشتند. انتظامی آهنین جاری کرده شد. گذرانیدن توی و مرکه ها با اشتراک اهل ده باز داشته شدند. هر یک خاندان و ابیکت های اجتماعی دیزینفکسیون کرده شدند. بعد جاری نمودن انتظامی آهنین واقعا شماره بیماران کم گردیده ازبکستان در این سمت رو به بهبودی آورد. اما در نتیجه به اعتباری بعضی شهروندان نادرست فهمیدن سبک کردن چاره‌های کرانتین از نوع تعداد کسلی زیاد شد و از نوع چاره‌های کرانتین پرزور کرده شد. رهبری دولت در هر یک جماعت‌های ویدیو سلکتری عاید مسئله کرونا ویروس ایستاده گذاشته در حدودها برای پرزور کردن چاره‌های کرانتین به رهبران محلی سفارش ها می‌دهد. متاسفانه بیماری مذکور به ناحیه ما نیز آمد و از روی خبرهای رسمی 6 نفر در ناحیه به کرونا ویروس مبتلا گشتند. خدمت اخبارات حاکمیت ناحیه دیروز در کانال رسمی تلگرام خود خبر اعلام کرد که 6 نفر در بیمارستان سرایتی جایگیر شده صحت یافته به خاندان خود برگشتند. از این رو ما را لازم است پیش از همه به شفاکاران ناحیه سوق عرض منتداری کنیم چون که امروز مملکت ما با دشمن ناپدید جنگ دارد و در این جنگ لشکران عبارت از شفاکاران قهرمانانه مبارزه برده ایستادند. واقعا شفاکاران قهرمانان زمانند. آنها لایق همگونه اعتبار و احترام و اعتراف می باشند. اما در بین ما و شما هستند آنهایی که به قاعده های کرانتین رعایت نمی کنند. حتی آنهایی را دچار آمدیم که نقاب طبی ندارند. گویا آنها از پهنشوی کرونا ویروس در حدود ازبکستان بیخبرند. از این لحاظ تلویزیونی سوخ در یک جایگی پروکراتور شعبه کارهای داخلی امروز در مرکز ناحیه رید تشکیل کرد. در نتیجه رید زیاده از 20 نفر شهروندان با سبب رعایت نکردن به قاعده های کرانتین به جوابگری ماموری
کشیده شدند. Qani maskangiz? Hozir marojneri topib oldim. Karantin paytida shunaqa qilib yurish mumkinmi? Hozir nimaga chiqdilar ko'chaga? Marojnega chiqdilarmi? Bu aytib oldi, o'zi topib oldi. Bularga tushuntirmaydi-yu. Hozir o'shani tushuntirib turdim. Olib ko'rib, ikkalasiga hozir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirasiz. Ikkalasiga. Tushunarlimi? Menga olib ko'rasiz ma'muriy bayonnoma. برای گرفتن پیشراه پهنشوی بیماری کرونا جاری نمودن انتظام آهنین از مهمترین مسئله ها می باشد گفت رهبری دولت. متاسفانه با وجود جاری نمودن ترتیب پرزور کردن چاره های کرانتین چون دیده ایستاده بعضی همدیارانمان در کوچه ها بیهوده بی مقصد گشته و قاعده های کرانتین رعایت نکرده ایستادند. همه تنها یک بهانه داشتند برای خرید آذوقه‌واری و یا دارو و درمان آمدم یا در شفاخانه بیماری دارم که به عیادت او رفتنیم. Mana bugun tuman prokuraturasi tashabbusi bilan mana rayonimizda karantin qoidasiga fuqarolarimiz tomonidan amal qilinmayotgan holatlarni oldini olishlik bo'yicha mana tadbir o'tkazildi. Mana haqiqatan ham fuqarolarimizga hali karantinning qanchalik xavfli holatlari yetib bormagan. Biz bozorlarda ko'ryapmizki, fuqarolarimiz oylik ravishda o'z kichkinagina farzandlarini olib chiqayotganlar. Ya bo'lmasa maskalarni tushirib yurganligini yoki bir ehtiyojdan muhtoj bo'lmagan narsalar uchun ham tashqariga chiqib gaplashib o'tirishdi. Bu hozirga mana bu dunyoda bo'layotgan talablar, holatlarda to'g'ri xulosa chiqarmaslik. Mana shunaqangi holatlarning natijasida fuqarolarimiz o'rtasida misol aniqlanish, ya'ni virus aniqlanish holatlari yuz beryapti. Bu agar shularni oldini olmasak, fuqarolarimiz hozirdayoq shu koronavirus xavfini tushunib yetmasa, ertaga bu yomon narsalarni olib kelishi mumkin. Mana shuning uchun men shu So'x tumani aholisiga qarata shuni murojaat qilib shuni aytmoqchimanki, iltimos karantin qoidalariga amal qilish. Bu avvalo insonlarning o'zimizning sog'lig'imiz uchun foydali. Bu qonun qoidaga amal qilishlik bu faqat o'zimizni sog'lig'imiz foydasi, manfaatimiz. سلامتی بی‌بهادرین نعمت است که به قدر آن رسیدن شرط و ضرور است. افسوس که بیشتر وقت بعد از زوال این نعمت به قدرش می‌رسیم، اما آن وقت دیر می شود. بینندگان عزیز، طوری که آگاه هستید قاعده های کرانتین باز هم پرزورتر کرده شد. سبب روز تا روز بیماری کرونا ویروس در حدود مملکت خاصه در تمام دنیا شمارش افزوده ایستاده است و به همین خاطر در ناحیه زوق برای گرفتن پیشراه پهنشوی این بیماری از جانب شعبه کارهای داخلی و پروکراتور و دیگر اداره های دخلدار کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستادند و الحال مصاحب ما سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه می باشند. در حقیقت mana bizlar bir hafta mobaynida jami bo'lib So'x tumaniga 359 ta stiker bergandik. Bu kechadan oldingi kuni protokol bilan bu barchasi bekor qilindi. Hozir mana xodimlar, GAI xodimlari barcha ko'chada yurgan stikerlarni qaytarib olyapti. Umuman mana hozir qaraganda mana o'zimizning So'x tumanimizda 6 ta yotqizgandik. Ular sog' salomat bo'lib chiqib ketdi. Lekin unga qaramasdan mana kechadan oldingi kunida yana 7 kishini gumon bilan yotqizdik. Endi nimasi test analizi chiqquncha uni yotqizib qo'ydik. Shu munosabat bilan hozir juda ham qattiq ish olib borilyapti. Barcha avtotransport vositalarini to'xtatamiz. Hattoki qishloqdan qishloqqa chiqishni yopyapmiz. Bironta qishloqdan qishloqqa o'tkazmaydi. Agar bu chorani o'zimiz ko'rmasak, boshqa ilojimiz yo'q. Sababi ayrim fuqarolarimiz tushunmayapti. Baribir shu maskani tushirgan holda yuribdi. Bemaqsad ko'chaga chiqyapti. Ularni chorasini ko'ramiz. Endi bundan bir qattiq chora ko'ryapman. Mana 2-3 kundan beri Jinoyat ma'muriy kodeksining 54-moddasiga asosan barchasini javobgarlikka tortyapmiz. Ilojimiz yo'q qolmadi endi. Avvalambor o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak. Eng muhimi ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki mana kasallik kundan kunga butun dunyo mamlakatlarida ortib bormoqda. Barcha mana axborot, ommaviy axborotlarda ko'rsatyapti. Boshqa davlatlarda qanday ketyapti bu jarayon? Qo'shni davlatlarda ko'ryapmiz. Shunga qaramasdan bizga yetib kelmayapti ayrim fuqarolarimiz tushunyapti. Mana yaqinda bordik, hattoki jamoat nazorat maskani boshqa hech kimni o'tkazmayapti. O'zini mahallasini o'zi qo'riqlayapti. Qani endi hammasi shunaqa bo'lsa. Mana bu Yangiariq, Oftoruq, mana bu Yangiobod qishlog'i hech kimni o'tkazmayapti. Temir intizom bilan turibdi. Ayrim fuqarolarimiz mahallalarda unaqa ish tashkillashtirmagan.
hozir mana boryapmiz, hozir Chumoqchaga boramiz. O'sha yerda barcha qishloqlarni yopamiz. Chiqish joylarini blokpost qo'yamiz, hammasini qo'yamiz. Yana o'sha eski qo'ygan 35 ta jamoat nazorat maskani va postlarimizni joyiga qo'yamiz. تشکیل این ریدها، گذرانیدن تدبیرها اگر درست درک کنید و با چشم عقل نگرید برای منفعت شماست. چرا سلامتی خود را به خطر گذاشته در وقت کرانتین بیهوده در کوچه ها می گردید؟ سلامتی شما برای خادم گواردی ملی، کارهای داخلی، پروکراتور یا تلویزیون سخنه برای خود شما لازم است. سلامتی را احتیاط کنید. در واقع طوری که در بالا سرور شعبه کارهای داخلی معلوم کرد، اکنون به اتومبیل ها رخصتنامه دادن بیکار کرده شد. در محله ها مسکن های پاکیزگی و نظارتی از نو پرزور کرده می شوند. حرکت واسطه های نقلیات از این محل به محل دیگر باز داشته می شود. از این رو احتیاط کار باشید. به توصیه ها عمل کنید. حیات دیگران را به خطر نگذارید. اگر ما و شما به توصیه های شفاکاران، قاعده های کرانتین عمل کنیم، بیماری مذکور زود از بین خواهد رفت.